Uyingizda sut yo'qmi? Endi bu muammo emas. Oddiy suvdan ham mazali pirojkilar tayyorlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi 600 ml suv, duraja, 1 choy qoshiqda tuz, 1 osh qoshiqda shakar solib yaxshilab aralashtiramiz. Va 3 osh qoshiqda o'simlik yog'i qo'shamiz. Yumshoqqina xamir bo'lguncha un solib xamir qoramiz. Suvimiz taxminan iliqdan issiqroq bo'ladi, lekin qo'lni kuydirmasligi kerak. Xamirimizni ustini ham yog'lab olamiz va sutini yaxshilab yopib, dam olgani jo'natamiz. Souslarimiz uchun esa 300 ml suv, chesnok, tabga ko'ra tuz hamda 2 osh qoshiqda tomat pastasi kerak bo'ladi. Tomat hamma narsani solib olganimizdan so'ng esa tomatlarimiz bilan qo'shib ko'katlarimizni ham aralashtirib olamiz. 200 gram go'shtga taxminan 3 ta o'rtacha piyoz solib, tuz, murch solib, yaxshilab ezib aralashtirib olamiz. Pishib chiqqan kartoshkalarimizni ham oldindan qovurib olingan piyozlarimiz bilan qo'shib, tabga ko'ra tuz solib aralashtiramiz. Bu orada xamirlarimiz oshib chiqdi. Yaxshilab qo'limizni hamda stolimizni yog'lab olamiz va zuvalachalarga ajratishni boshlaymiz. Mana shu tarzda zuvalachalar qilib olgandan so'ng esa o'rtasini biroz ochib, o'rtaga farsh solib, tugilgan tarafini pastga qilib tugib chiqamiz hammasini. Ko'rsatilgandek qilib tugasiz. Hamda taxminan 500 ml yog'ga pishirib olamiz. Shu ko'rib turganingizdek qilib pishirasiz. Ikki tomonini ham qizartirib olamiz. Keyin esa yoqimli ishtaha dasturxonga tortamiz.